Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bu safargi videomizda sizlarga avtomatik korobka mashina minish haqida qo'limizda ancha ma'lumotlar berib o'tganman. Ushbu videomizda endigina avtomatik korobka minishni o'rganmoqchi bo'layotgan do'stlarga hamda avtomatik mashinaga qiziqadigan do'stlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xo'p do'stlar, qaranglar. Birinchi bo'lib mashinani sizlarga mexanikadan farqini aytib o'tadigan bo'lsa, qaranglar. Bunda ikkita pedal bo'ladi. Bittasi tormoz, bittasi gaz. Bo'ldi. Mexanikada 3 ta bo'ladi. 3 ta, bitta splin, tormoz, gaz vazifasini bajaradi. Bunda ham splin, ham tormozni mana shu vazifada bemalol bajarib olsalar bo'laveradi. Xo'p, birinchi bo'lib do'stlar, mashinamizni minishdan oldin ham yo'g'ini bitta ko'rib olasizlar. Tushib, balon ham yo'g'ini bitta ko'zdan kechirgandan keyin o'tirasizlar. Do'stlar, o'tirgandan keyin birinchi navbatda o'zingizga birinchi to'g'rilaydigan narsalarni do'stlar sidinani misol uchun mana bunaqa bo'lishi mumkin yo boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bu yerda o'zining tillari bo'ladi. Ana shu sidinani to'g'rilab turib, keyin oyoqlarini, ya'ni gazga hamda ushlash uchun o'zingizga qulay qilib qo'yib olasizlar do'stlar. Mana shunday holatda qo'yib to'g'rilab olasizlar. Keyingisi esa do'stlar, ba'zilarda ruchniy bo'ladi, ya'ni avtomatlarda deyarli hammasida elektronnik tarzda bo'ladi. Bakoylarni regirovka qilish, mana ko'rasizlar. Ekranda ahamiyat berayotgan bo'lsa, aynimizni regirovka olasiz. Ya'ni ikkala bakoyni o'zingizga to'g'rilab olasiz. Ya'ni to'g'rilashda do'stlar ahamiyat beringlar. Mana shu ruchkasi yaxshi hamda mashina birozgina ko'rinib turishi, qolgan mashina ozgina ko'rinishi, orqa tomon yaxshiroq ko'rinib turishi kerak. Keyin bu yerda video registrator o'rnatilmagan bo'lsa, bakoyni mana bu tomondan o'zingizga to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi. Hamda do'stlar, juda ko'p avtomat mashinalarda trekkerda immuniy metodi bo'ladi. Ba'zi joylarda mana bu joyda bo'ladi. Ba'zi joylarda elektronniy bo'ladi mashinamizda. Bu ruchniy holatda. Mana shunisi pastga tushiradigan bo'lsangiz, rolni tepaga pastga, ba'zilarda tepaga pastga bo'ladi, ba'zilarda orqa oldiga bemalol to'g'rilab olsalar ham bo'laveradi do'stlar. Ya'ni mashinamizni o'zingizga qulay qilib to'g'rilab olishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni hamma yo'qlarni to'g'rilab olgandan keyin o'zingizga mos qilib turib to'g'irlagandan keyin endi bismillahir-rohmanir-rohim deb turib tormozni ezasizlar. Bu endi zamonaviy mashina bo'lgani uchun Cobalt, Nexus, Gentra larda bunaqa funksiyasi yo'q. Endi hozir Cobalt, Midnight, MCNlarda bilmadim, lekin eski VPS'da bunaqa funksiyalar yo'q, lekin Tracker Onyx larda va yangi chiqqan mashinalarda обязательно tormozni ezib turib, start stopni bitta ezsalar bo'ldi o'sa. Gibrid mashina bo'ladigan bo'lsa, gibridlar ham hozirgi kunda avtomat bo'ladi. Gibridlar ba'zilarda mana shu tormozni o'zini ezsalar bo'ldi, mashina yonaveradi. Va hozir yangi chiqqan mashinalarda обязательно pult oldinglarda bo'lishi kerak. Agar pult oldinglarda bo'lmaydigan bo'lsa, mashina o't olmaydi do'stlar. Xo'p, o'zlaringga to'g'rilab olganlardan keyin do'stlar, qaranglar. Avtomat korobka haqida bitta qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qaranglar. P, R, N, D, I, L turadi. Ba'zilarda bu joy M turadi. P nima deydi bo'lsa, P bu parkovka, ya'ni mashinaga kirib to'xtaysiz, qo'yasiz, bo'ldi. Mashina aqabaqa yurmaydi, siljimaydi. R bu orqaga yuradi, ya'ni orqa uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana zamonaviy mashina bo'lgani uchun o'z avtomatik kamerasi yonda. N bu o'rtada turadi, ya'ni orqaga ham oldiga ham yurmaydi, lekin mashinani itarsiz bo'ladi. Ya'ni xalosli holatda bo'ladi. Bemalol bir kishi itarib netib ketsa ham bo'laveradi do'stlar, o'zining xohishi. D bu oldiga, faqatgina D ga qo'yib turib, mana shu tormozdan oyog'ida olib turib gazni ezadigan bo'lsalar, do'stlar, mana o'zi avtomatik ham yengil tarzda yuraveradi. Mashinamiz ahamiyat berayotgan bo'lsalar, D ga qo'yib qo'ysak, ma'lum bir tezlikda yuraveradi. Bunga qo'shimcha esa gaz ezib qo'ysang bo'ldi. Mashina o'zi o't olib ketaveradi do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, LC deganlarcha L ba'zilarda esa M bo'ladi. Bitta turadigan bo'lsalar, immuniy trekkerikini bu bar o'zgargan, bu Malibu bar. Shuning uchun Malibu barda ham trekkerlari ham mana shunaqa yozuv bir xil bo'ladi. L ga oladigan bo'lsalar, mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz LB turibdi. Buni plus tezlaydigan bo'lsalar, mana uzr so'rayman. Bunda sal boshqacharoq ekan, trekkerlar ko'rsa. L da plus tezib turib qo'shib ketaversa, skorni qo'shib ketadigan funksiyasi, ya'ni mexanika vazifasida bemalol minsalar ham bo'laveradi. Mana ketyapsizlar. L da bitta tezlaydigan bo'lsalar, ya'ni plus bitta tezlaydigan bo'lsalar, o'zi avtomatik qo'shib ketadi. Minus tezlaydigan bo'lsa, o'zi avtomatik minusga tushib ketaveradi ushbu mashinamizda. Ko'rishlar mumkin, bu mexanika funksiyasi hisoblanadi do'stlar. Xo'p, endi yaxshilar hamma to'g'rilab olgandan keyin do'stlar, avtomatik korobka haqida qisqacha bitta ma'lumotlar berib ketdi. Endi sizlarga kamerani tashqariga kelamiz, hamda tashqaridan sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tib ketamiz do'stlar. Обязательно mana shu ikkala bakoyni o'zingizga to'g'rilab olgan bo'lishlaringiz shart va majburiy bo'ladi do'stlar. Imkon qadar ahamiyat beringlar shunisiga. Xo'p, mana endi do'stlar, qaranglar, kameramizni orqaga o'rnatib oldim. Endi hozir bizda ma'lum bir sababdan ko'ra operator yo'q bo'lib qoldi. Shuning uchun shunday tartibda qo'yib turib sizlarga o'rgatib beraman. Ya'ni mashinaga o'tirib olasizlar.
обязательный remen taqish kerak bo'ladi. Remenni olib mana taqib olasizlar, qopib qo'yinglar. Xo'p. O'zlariga hamma to'g'rilab olgandan keyin qaranglar do'stlar. Mana bu yerda tili bo'ladi. Lubu avtomat korobkalarda, ba'zi avtomat korobkalar bu yerda bo'ladi. Endi bizda O'zbekistonda обычный masjidda bo'ladi. Mana bu yerda tili bo'ladi do'stlar. Mana shu tilini bitta bosasizlar. Keyin esa mikrofon tushib ketib qoldi. Keyin esa D ga qo'yasizlar. O'zi D ga tushdi. Mana videoda ko'rinayotgan bo'lsa, endi masofa uzoq qoldi. D ga qo'yasizlar. Oyoqlaringda tormozdan oyoqlaringni olsalar bo'ldi. O'zi ham yuraveradi mashinani. 5 yo 10 tezlik masofada yuraveradi. Endi bunga faqat gaz deydigan bo'lsalar, mana gaz deysalar, bo'ldi. Mashina o'zi avtomatik urib ketaveradi. Faqat sizlardan talab qilinadigan narsa gaz deyasizlar, tormoz, gaz, tormoz, gaz, tormoz bo'ldi. Boshqa hech nima ezish kerak yo'q bu mashinada. Faqat gaz deyasizlar. Oldi yurmoqchi bo'lsangiz gazda, to'xtamoqchi bo'lsangiz yana tormozni ezasizlar. Mana tormozni essalaring o'zi mashina sekinlashadi. Svetoforlarga boradigan bo'lsalaring yoki bo'lsa mana tormozni estirib qizilni kutib tursizlar, ko'pchilik bundan oldingi boshqa kanalimizda shu avtomat korobka binish haqida qilganda tormozni ezib tursa nima bo'ladi? Svetoforda turish kerak turaveradi masalan. Tormozni ezasizlar, turaverasizlar. Ko'k yongandan keyin yana bitta gaz tormozdan oyoqlarni qo'yasa, gaz ezasizlar bo'ldi. Boshqa hech nima qilmaysizlar do'stlar. Endi chap tomon yurmoqchi bo'lsangiz, boya videomiz boshida ko'rsatganimdek mana bu bako, ya'ni поворотныйda pastga bossalaring, o'zi chapga поворотный yonib o'chadi. Ovozing eshitilayotgan bo'lsa, videoda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, chunki rol to'sib qo'yapti. Endi men o'zimni to'g'rilab qo'yaman. Xohlasam buni past-baland qilsam ham bo'ladi. O'zingizga buriladigan joylarga kelgandan keyin обязательно tormozni ezib, поворот chapga burib, bakoydan qaraysiz oldin. Mashina kelmayaptimi? O'ng tomon, chap tomonga har zamonda bir yurayotganlarda bir qator bittadan bakoyga qarab qo'yishlarini tavsiya beramiz. Imkon qadar mana shu bakoy bilan yurishlarini ham tavsiya beramiz do'stlar. Qaranglar. Sekin astalik bilan burasizlar, gazni nomiga ezib turib, burilib olgandan keyin bemalol yana harakatlanib gazda ezib ketsalar ham bo'laveradi do'stlar. Bu juda ham oson, juda ham qulay, hech qanaqa og'ir yo'q, og'ir mashaqqatli joylari yo'q do'stlar. Remen обязательно taqib olinglar, sizlarga tavsiya beramiz. Endi misol o'ngga yo chapga burib to'xtamoqchisizlar. Misol mana o'ngga to'xtamoqchisizlar, tepaga поворот yoqasizlar, o'ngga o'zi sekin avtomatik to'xtaysizlar. Ko'rasizlarmi do'stlar? Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Endi mashinani to'xtadik. Qanaqa qilib turib mana D-da mana oladigan bo'lsam, yurib ketib qolyapti oldiga deydigan bo'lsalaring, tormozni ezasizlar. Ya'ni mana shuni tili bo'ladi do'stlar. Mana shu tilni bitta ezib turib, parkovga bitta qo'yib qo'ysang bo'ldi. Mashina umuman jilmaydi ham, siljimaydi ham do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Mashina hech qat'iy ham, mashina yurgani ham. P-ga qo'yib turib, bemalol yurib qo'ysang ham bo'laveradi do'stlar. Hech qanaqa ortiqcha qiyinchilik joyi yo'q bu mashina minishda. Orqa yurish qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsam, mana R da bitta tursalaring do'stlar, o'zi bu endi zamonaviy mashina, shuning uchun kamera yonda. Ikkita bakoy to'g'rilab olgandan keyin o'zi sekin mashinamizni buradigan bo'lsalaring buriladi. Hamda bu mashinamiz yangi chiqqan mashina hisoblanadi. Ya'ni texnik jihatdan ancha aqlli. Ko'rayotgan bo'lsalaring, signal beryapti va unda chiqyapti. Hushyor bo'l, urasan, to'siq bor deb turib oyoqlantiryapti do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Datchiklari bo'ladi. Mana ekranda ko'rinayotgan bo'lsa, oldi orqa datchiklar yonadi. Yana D ezib turib, jichimni nariroqqa olasizlar. Keyin esa mana demak urillar ekan emas, boshqa qolib turib yurishim kerak ekan deb turib mana orqaga ham bemalol R ga bitib turib, bunda ham xuddi shunaqa. Gaz, tormoz bo'ldi. Bunda ham ochiqcha vahimali joyi yo'q, orqaga ham yuryapti. Gaz, tormoz qilib bemalol yurib, bakoyga qarab yursalar bo'ldi do'stlar. Ochiqcha qiyinchilik joyi yo'q do'stlar. Yana D ga qo'yasizlar. Bemalol yana qayerga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha manzillarning tomon bemalol yurib ketaverasizlar do'stlar. Undan tashqarida do'stlar, bunda endi bu zamonaviy, hozir endi zamonaviy mashinalar rivojlanib ketgani uchun kruz kontroli bor. Kruz kontrol nima uchun ishlaydi ekanlar bo'lsangiz, do'stlar, mana bu yerda mana kruz kontrol bor. Endi video uzoqroq olinyapti. Agarda operatorimiz bo'lganda yaqinroqdan oladi, shuning uchun uzoqroqdan ko'rsatish majbur bo'lyapman. Kruz kontrol nima uchun kerak degan bo'lsangiz, do'stlar, qaranglar. Bu kruz kontrol bitta tezlik tanlash, ana shu tezlikda bemalol yurib ketish tavsiya beradi. Bu faqat 40 dan keyin ishlaydi. Masalan, mana bitta kurs kontrolni ezasiz, yoqib olasiz. Masalan, mana biz 50 da ketyapmiz. Bizda 50 kerak bo'ladigan bo'lsa, tepani yoki masalan mana pastni bitta ezib qo'yganimiz bo'ldi. Mana 50 tezlikda mashina o'zi ketaveradi. Oyog'ingiz mana ovozingiz bo'ldi gazdan. Bemalol. Endi buni qanaqa qilib tezlashib qo'shib ketamiz deydigan bo'lsak, mana plus tez deydigan bo'lsak, mana bu yerda mana 60
Уже 60 tez tanlab qo'ydim. Ko'rasiz 60 ga mashina o'z avtomatik chiqib ketaveradi. Ya'ni siz gazni bosib o'tirish shart emas. Endi pastroq tezlikga beradigan bo'lsa, ya'ni mana buni minus tezlikni olmasa, ya'ni pastroq tezlikka o'zi sekin avtomatik pastga tushadi. Ya'ni mana 50 ga tayyor holatda bo'ldi. Aktivniy bo'lishini qayerdan bilamiz degan bo'lsa, endi bu hozir Cobalt, Tracker, Onyxlarda bir xil bo'ladi. Ya'ni bitta kurs kontrol yoqsadan o'zi oq bo'ladi. Hamda aktivlanishini qayerdan bilsa bo'ladi degan bo'lsa, ekranda yozib chiqadi. Hamda bittasini olsa, o'zi kurs kontrol avtomatik ko'k yoki bo'lsa yashil svetda yonib qoladi. O'chirish qanaqa deydigan bo'lsa, mana bu tugmasini bittasini o'zi o'chadi yoki bo'lmasa tormoz deydigan bo'lsa, kurs kontroldan chiqib ketadi hamda siz o'zingizga boshqarish uchun imkoniyat bo'ladi do'stlar. Bemalol, ya'ni gazni ezib boshqarib ketishning imkoniyatlari bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib turib, bizning kanalimizga obuna bo'lib turib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar do'stlar. Shunaqa qiziqarli videolarni albatta sizlar uchun qo'yib boramiz. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada fikrlanib qolinglar. Keyingi videolarda mana shu kommentariyada inobatga olgan holatda sizlarga yana avtomat korobka yoki bo'lmasa mexanika mashinani minish haqida sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar beramiz. Bittadan like bosib turib, obuna bo'lishni esdan chiqmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar.